Hammaga salom. Menda bir tushunarsiz, bir ajoyib, ham tushunarsiz, ham ajoyib, ham qiziqarli Xudoning bir mo'jizasi deb atasa ham bo'ladi buni albatta. Alloh yaratgan mo'jizasi. Sababi bilsalaring, barcha yaxshi narsalar o'ng tomonda. Farishta o'ng yelkamizda, o'ng qo'limizda choy ichiladi, dars, ovqat o'ng qo'lda yeyiladi, yana o'ng tomon bilan yotib turiladi. Xullas o'ng tomon yaxshi, o'zlaring bilasizlar, hamma biladi. Meni qiziqtirgan narsa nimaga yurakda Alloh chap tomonga joylashtirgan. Endi men uchun qiziq bo'ldi shu. O'ylab yurakni chap tomonga nimaga joylashtirgan? Alloh yaratgan adashish mumkin emas, zarracha ham. Keyin shunga bir o'ylanib ko'rdim. Men o'zimda bo'lgan voqea, bu juda ko'p bo'lgan, chunki men musofirga ko'p chiqaman. 2011-yildan beri musofirga chiqib, qatnab shunaqa qilib ishlayman. O'ylab qoldimda, qarangda, misol oilada yaqinlaringiz, otangiz, onangiz, farzandlar, jigarlar, misol uzoqqa ketayotganingizda, bir uzoq yurtlargami, musofirgami, xullas uzoqda qayergadir o'z uyingizdan, vataningizdan, oilangizdan xayrlashayotganingizda kimda bo'lgan shunaqa voqea? Menimcha hammada bo'lsa kerak. Xuddi uyda yurak qolib ketgandek bo'ladi, bilasizmi? Zo'rg'a sug'urib olib chiqib ketasiz yurak. Farzandlar, oila, ota-ona bo'lgani hammada, to'g'risi aytlarim jimburab ketdi. Hammada shu voqea bo'lgan menimcha. Qaranglar-da, bu Xudoning mo'jizasi. Siz onangiz bilan deylik, otangiz bilan xayrlashyapsiz, farzandlaringiz bag'ringizga bosdingiz. Qarang, farzandlaringizni bag'ringizga bosganingizda farzandingizni yuragi sizni o'ng tomoningizda bo'ladi. Sizni yuragingiz farzandingizga o'ng tomonda bo'ladi, tushundingizmi? Qarang, o'sha yaqin insoningizni yuragini o'ng tomoningizga joylashtiryapti yaratgan. Bu mo'jiza-da bu. Endi siz xayrlashib chiqib ketdingiz, xuddi yuragingiz uyda qolib ketgandek, to'g'rimi? Lekin farzandingizni ham yuragi xuddi sizda ketgandek. Farzandingiz sizni sog'inadi, yo otangiz, yo onangiz, ayolingiz. Siz yuragingiz xuddi uyda qolib ketgandek. Lekin chap tomonda o'z yuragimiz. Yaqin insoningiz uchun yuragingiz o'ng tomonda. Sabab qarama-qarshi turasizki, bir-biringizga, o'shanda siz yuragingiz yaqin insoningiz o'ng tomonda turadi, yaqin insoningiz yuragingiz o'ng tomonda. Qarang, Allohning mo'jizasida yaqinlashganda yuraklar yana bu mo'jiza-da. Menda ham ko'p bo'lgan bu voqea, bu hodisa uydan chiqib ketganda yurakda xuddi yulib olib chiqib ketgandek bo'ladi. Qarang, nimaga Xudoyim hamma yo'qda santimetrgacha, hamma yo'qda mo'jiza-da endi. Shuni bir ilingim keldi sizlarga. Hech men Instagramga o'zim profilimga bunaqa qilib hech video qo'ymagandim. Shuni ulashkim keldi hammaga. Yuraginglar asranglar, o'zinglarni asranglar. Oila, farzand, vatan uchun musofirga yurganlar barchamiz Allohning panohidamiz. Biz bilan Alloh birga. Xudo xolasa yaxshi kunlarda, yaxshi ishlar bilan tilamayapti. Men o'zim shu video sohasida shug'ullanaman, lekin kameraga qarab gapirmayman ekan. O'zim videoga olaman, qiyin ekan. Xullas shunaqa. Kimda shunaqa bo'lgan, kommentariyada yozib, obuna bo'lib, like bosib, vторая половинкalaringga jo'natib qo'yinglar, yaqinlaringga. Do'st, ota-ona, yaqin ayol, farzandlar, yaqinlaringizga jo'natinglar videolar. Obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Rahmat hammaga.
Barchamiz Allohga omonatmiz.